Bu video juda informativniy bo'ladi. Bu videoda ko'rsataman qaysi mashina 5% variantga qilib bera olaman va boshiga qancha to'lov qilish kerak. Tesla Model X 2017-yil probeg 90 ming kilometr. Odvetida sepilgan joy bor. Bemalol Carfaxda tekshirishingiz mumkin. Amerikanka ikkita motorligi narxi $34 ming. Boshiga bir 15-20 ming orasida pul bersanglar, asadga pul 6 oy davomida oyma-oy bersanglar bo'ladi. Volkswagen Sirocco 2009-yil bemalol kelib olishingiz mumkin. Narxi $20 ming. Pochka bersanglar, qolgani $10 ming oyma-oy 6-7 yo 10 oyga gaplashamiz xudo xolasa. Cadillac SRX crossover 7 o'rinli bemalol olishingiz mumkin. Narxi $13 ming, boshiga 6-7 ming bersanglar, ostatkasi oyiga mingdan to'lasanglar bo'ladi. Ozgina xadavoyda ishlari bor ekan, biz bugun olib borib tekshirdik. O'shani hisobga olib kelinglar. И также men bu Tesla Cybertruckga kutinglar, men zo'r yangilik qilib beraman sizlarga. O'xshasa ertaga video Cybertruckda yangi qilib beraman. BMW 7 F02 kuzovda long, pozitsiya juda bogatiy. Ungacha o'zi narxi 20.500. Taxminan bir 14-15 mingcha bersanglar, ostatkasi 2-3 oyda bersanglar bo'ladi. Bir xicham Toyota Race masla 5 probeg avtomobil. Kenamga ko'rsating, yoqsa kerak. 25.900 narxi. Buni 16 ming, 15 ming boshiga bersanglar, ostatka pulni 6 oy davomida oyma-oy bersanglar bo'ladi. Ozgina salon ham ko'rsataman. Mana hamma kerakli navorot bor. Glavniy yangi 5 probeg. И oxirgi mashina, imенно variant bo'yicha mana bu biznesmen akalarimiz uchun mana Mercedes Vito imенно to'yga chiqish uchun yoki biznes встречалар uchun ko'rishingiz mumkin. Tayyor monitorlar qo'yilgan, bu yerda ham upravleniyasi bor. Oldi tomon ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham полный перетяжка qilingan. Motor 2.2 dizel turbirованный. Olsanglar bo'ladi variantga. Narxi $30 ming edi. Endi 27,5 ming, boshiga 15-17 ming bersanglar, ostatga pul oyiga 1000 dan bersanglar ham bo'ladi.